Mana bugun 26-fevral 2026-yil kecha savoldan va'da qilingan ikkita zotli jo'jasi chiqqan. Bulardan bittasi O'zbekistonda noyob bo'lgan, juda kam bo'lgan Bielefelder zoti. Bu yil yangi olib kelingan zotimiz. Aynan shu to'g'ri xorozlarni birinchi partiya jo'jalari chiqqan va undan tashqari oq uxuyli zoti. Hamma yog'i qop-qora bo'ladi, faqatgina patlari oq bo'ladigan uxuyli zoti. Suyaklargacha ko'kimtil qora bo'ladigan ana shularning jo'jasi chiqqan. Hozir videoni oxirigacha ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana Bielefelder zotining jo'jalarini ko'rishingiz mumkin. 15 dona chiqqan birinchi partiyaga, 3-4 partiyadan sonlari oshadi nasib qilsa. 15 ta Bielefelder jo'jalari chiqqan, polvon jo'jalar chiqqan ko'rishingiz mumkin. Va bu yoqda uxuyli zoti. Mana o'sha hamma yoq qora bo'ladigan, suyaklargacha ko'kimtil qora bo'ladigan zot, faqatgina pati oq bo'ladi buni, ya'ni rangi oq variantidan. Go'shtlari suyaklargacha xudo xolasa qora bo'ladi. Bular ham sotuvda 24 ta bor. Bularning hammasini olganga, hammasini bir joyda olgan odamga ikkita kichkinagina bonusimiz bor. Va mana bu yerda Bielefelder jo'jalari 15 dona, 24 dona uxuyli, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Ota-onasi rasm videolarini qo'yib ketdik. Bunaqa zotli jo'jalarimizning narxini aytadigan bo'lsak, ayrim bir yaxshi insonlar kommentga yog'ilib kelishadi. Shuning uchun bular narxini aytmaymiz. Telefon qilishingiz mumkin, kommentariyaga narxni yoztirib javob berib qo'yamiz yoki Telegram, WhatsAppdan yozsangiz ham bo'ladi. Inobatga olib qo'yinglar, bular 15 ming, 20 ming jo'jalar emas, ulardan balandroq narxda bo'ladi. Bu yoqda mana 19 mingdan qo'yilgan jo'jalarimizdan bor, ko'rishingiz mumkin. Gibrid jo'jalarimizda Avstralopga sendi zoti qo'shilgan va orasida qora shahzoda xorozlari ham bor. Ota-onasi rasm videolarini qo'yib ketamiz. Mana shulardan bor. 19 mingdan qo'yilgan edi, chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Tugashiga 180 tadan shuni o'zi qoldi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Mana korobkalarni ham har xillardan olib kelib qo'yganmiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Ko'proq oladiganlarga ham, kamroq oladiganlarga ham korobkalarni topib qo'yganmiz. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yish va videoni parandash hozirga jo'natib qo'yishingiz esdan chiqmasinglar.